start our today's section, which is bar chart. So, what is a bar chart? Bar chart bu bizada bilamizki, xuddi line graphga o'xshaydi va bar chartda yozish oson usuli bu agar line graph sizga oson bo'ladigan bo'lsa, line graphga o'tkazib olish. Va bar chartda biz bilamiz har bitta task one'da bordek to'rtta narsani yozishimiz kerak. Birinchisi introduction, bor narsani paraphrase qilamiz, savollarini asosiy 3 ta narsasini o'zgartirishimiz kerak. Bu when, where va who. Mana shu narsalarni o'zgartirishimiz mumkin. Misol who bo'ladigan vaqtda deylik Australian people deb tushadigan bo'lsa savolida biza uni people in Australia qilib paraphrase qilishimiz mumkin. To'g'ri, bu oddiy paraphrase bo'lishi mumkin, lekin ekzaminerlar aynan mana shu 3 ta narsasiga qaraydi. Ya'ni who ga, where ga, qayerda va what ga o'zgartirishni kutib turadi bizdan. Va introductionni yozayotganda biz bilamizki, eng qisqa vaqtda yozishimiz kerak bo'lgan part hisoblanadi. Chunki bunga unaqa ball berilmaydi. Prosta berilgan savolni siz o'zingizni paraphrase usulida ko'rsatish uchun introductionni yoziladi. So, keyingisi endi overview qismiga keladigan bo'lsak, overview bu bizda eng kerakli qismi hisoblanadi. Eng important point'i overview bo'ladi. Sababi siz overviewni orqasidan butun body'da aytmoqchi bo'lgan narsangizni aytib ketishingiz kerak. Ya'ni siz body 1 da misol uchun ikkita specific point haqida yozmoqchimisiz, o'sha narsani overviewda aytib ketishingiz kerak, eng muhim narsalarini. Va bar chartda ham bu xuddi shunaqa hisoblanadi. Va bu taxminan 2-3 ta sentencega to'g'ri kelishi kerak va boshda o'rgangan 4 ta key feature'imiz bo'yicha yozishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi qaysi edi o'sha 4 ta key feature'dan? Birinchisi hop grammatikami, shu narsalarni o'zgartirishmi? Grammatikasini o'zgartirish, word formation'ni o'zgartirish. Yo'q, ular introduction'da. Overall'dagi 4 ta key feature'imiz bordi. Undan birinchisi overall asosiy anosini yozish, asosiy trendini yozish, asosiy bo'lgan eng katta main trendini yozish kerak edi-da. Keyin main trendini o'sishini yozishimiz kerak edi. Keyin yana most least numbers, ya'ni 4 ta edi-da, lekin alohida ko'rib chiqdik. 4 ta edi. Yes. Birinchisi overall change, umumiy o'zgarish. Mana shu grafda nima o'zgarish bo'ldi? Hammasida misol 5 ta telefon turi berilgan bo'lsa va ularni yillar davomida nechta odam sotib olgani berilgan bo'lsa, overall o'sha 5alasida nima bo'ldi? O'sdimi, tushdimi? Endi to'g'ri 5alasida bir xil bo'lmaydi. Katta ehtimol bilan, misol 3 tasi o'sdi, 2 tasi tushdi bo'lgan bo'lsa, baribir percentage bo'yicha o'sgan bizda yutyapti. O'shani aytib ketishimiz mumkin. Birinchi bo'lib overall change nima o'zgarish bo'ldi? Undan keyin most least numbers ga urg'u berishimiz mumkin, lekin shaxsan men o'zim bu ikkinchi graf bo'yicha, ikkinchi key feature bo'yicha yozishni unaqa yoqtirmayman, chunki как specific bo'lib ketadi bu narsa. Ya'ni agar uni misol uchun har xil reportlarda o'qib qanaqa yozish uchun bo'lsangiz bu nisbatan oson, lekin endi yozishni boshlayotgan vaqtda o'quvchi specific partga o'tib ketishi mumkin-da, ya'ni detail berib yuborishi mumkin yokida har misol uchun iPhone telefonini sotib olish oshyapti, Nokia'niki pasayyapti deydigan bo'lsak, fluctuate bo'lgan bo'lsa, o'sha fluctuation haqida ham gapirib ketishi mumkin o'quvchi. Shu narsa ozgina riskda bo'ladi. O'shaning uchun ikkinchi feature o'rniga uchinchi key feature, ya'ni grouping yaxshiroq. Ya'ni misol uchun trend graph bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri increase qildi, qaysilar va qaysilari decrease qildi. Comparison bo'ladigan bo'lsa, qaysilari higher edi va qaysilari lower edi. O'sha narsalarni yozgan yaxshiroq hisoblanadi. Chunki bunda specific o'tib ketmaydi, prosta grouping qilib qo'ysa bo'ldi. Va 4-chi key feature'imiz bu by years, ya'ni yillar bo'yicha yozishimiz mumkin edi. Qaysi yilda eng ko'p o'zgarish bo'ldi? Misol uchun fluctuate bo'lyapti. O'sha fluctuationda qaysi periodda ko'proq sezilarli va aytishga arziydigan change'li bo'ldi? Ana o'sha narsani yozib chiqishimiz mumkin overall'da. Xo'p, endi body 1 va body 2. Nimaga men o'zim
ko'pincha man bu usulda 3-usulda yozaman. Sababi bu menga osonroq. Chunki man 3-usul bilan body 1'imni ham, body 2'imni ham organize qilib qo'ygan bo'laman. Ya'ni ketma-ketligini qo'yib qo'ygan bo'laman. Chunki misol uchun qaysidir ikkita Nokia bilan deylik LG telefonini olish kamayib ketyapti. Lekin Samsung, iPhone va Redmi'ni yoki Xiaomi'ni olish ko'payyapti. O'sha oshayotgan 3tasini man body 1 da yozadigan bo'lsam, qolgan tushayotganini body 2 da yozishim mumkin. Yoki higher'ini body 1 da, lower'ini body 2 da yozishim mumkin. Ya'ni menga buni uchun ham alohida o'ylab o'tirmayman-da, nimani yozsam ekan body'da deb. Shu sababdan aynan 3-chisini eng optimal hisoblanadi. Va biza bilamizki, maksimal 3tasini combine qilishga harakat qilish kerak. 4ta bo'lsa undan yaxshi. O'sha 3tasini combine qilishda ko'pincha overall change har doim deyarli hamma grafikga tushadi. Grouping deyarli hamma grafikga tushadi va by years ham tushishi mumkin, lekin by years qarash kerak grafika turiga. Agar to'g'ri gapimizga logically tushadigan bo'lsa, unda yozgan yaxshiroq. So, bar chart bo'yicha asosiy narsalar bilib olishimiz kerak bo'lgan narsalar shu. Deyarli line graph bilan uni farqi yo'q. Endi biza selecting main points ga o'tadigan bo'lsak, xuddi ko'rib chiqdik, 4ta key feature bo'yicha va undan tashqari ham ba'zilarida yozayotganda qanaqa qilib asosiy graflarni, asosiy trendlarni select qilish mumkin. Birinchi o'rinda look for the overall direction va overall direction orqali biza topic sentence ni yozib ketishimiz mumkin. Ya'ni biza bilamizki, topic sentence juda muhim hisoblanadi. Butun paragraf haqida, body haqida biz o'zimizni umumiy fikrimizni aytib ketyapmiz. Fikrimizni emas, umumiy yozib ketyapmiz va bu ekzaminerga yordam beradi. Va bu orqali biz topic sentence ni yozdik. Overall feature orqali. Overall direction orqali. Undan keyin highest point nima edi va lowest point nima edi. Buni biz o'tgan safar o'rgangan gap strukturalarimiz bo'yicha ham olib ketishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun, deylik, qaysidir biri highest bo'lgan edi, lekin misol uchun iPhone sotib olish highest trend bo'lganda, lekin Nokia sotib olish reverse trend bo'ldi. Teskarisi bo'ldi. Ya'ni highest, lowest demadikda reverse trend yoki overtake deb aytib ketishimiz mumkin. Ya'ni crossover pointlar haqida. Va mana mana shunday aytilyapti, look for a crossover point. Examinerlar har doim crossover point qidirishadi. Agar sizga deylik ekzaminda bar chart yoki line graph tushgan bo'lsa, crossover point haqida обязательно yozishingiz kerak. Ya'ni misol qaysidir biri o'sib ketgan edi yil boshida, lekin qaysidir biri tushib ketdi. O'sha o'sgan bilan tushgan orasida bir-biri bilan kesishdi. Kesishgan nuqtasi haqida overtake each other deb yozib ketish juda muhim hisoblanadi. Overtake each others, overtake. O'sha, overtake yozib olib. Overtake one another. Bir-birini o'rnini qoplab oldi debda, misol uchun. Overtake one another. Mana shu joyni bo'ldi. Overtake yoki cross deb ketsa bo'ladimi? Cross deb desak each other desa bo'ladi. Crossover bu noun hisoblanadi. O'rniga cross each other deganimiz yaxshiroq. Ya'ni nima cross qiladi shunda ham raqamlar bir-birini cross qiladi. Odamlar emas yoki o'sha graflar emas. So, va keyingi qiladigan ishimiz bu group categories. With a similar pattern together in one sentence instead of describing every bar separately. Ya'ni shunaqa graflar beriladi, biza grouping qilib bo'lganimizdan keyin uni bir xil patternga ega bo'lganlarni birgalikda bir-biriga o'xshash, ya'ni likewise, similar, ya'ni biza mana bu yerda bergandik highest bilan lowestni reverse trend deb turib. Endi faqatgina reverse trend deb yoza olmaysiz. Chunki faqat shunaqa deb yozsangiz, siz repetition qilgan bo'lasiz. Uni o'rniga nima qilishingiz mumkin? Keyingi kategoriyalar haqida gap ketayotganda, similar pattern bo'lganda bir-biri bilan had a similar pattern yoki also had the same trend. Endi bu basiclar. Endi keyingi o'tgan safargi slaydlarni ochib bitta o'sha similar patternlarni ham aytish bo'yicha graflarni va gaplarni look through qilib chiqqaninglar yaxshiroq. Bu asosiy basiclari.
Ya'ni main point tanlayotganda o'quvchilar misol uchun o'zlariga qulay narsani ko'rishadi.